Avvalambor assalomu alaykum, ustozlar, murabbiylar, assalomu alaykum. Mehribon ota-onalar, aziz o'quvchilar, mana bugun Samarqand viloyati Madaniyat boshqarmasi tasarrufidagi Bozorg'om tuman 32-son bolalar va musiqa san'at maktabi an'anaviy xonandalik hamda xoreografiya sinf o'quvchilarini konsert dasturiga xush kelibsiz. Marhamat, chiroyli bir gudrat qasaklaringiz ostida ustozimiz Anvar Saidovni shogirdlarini bir davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Yo'ldoshev Sarvarbek, Quvvatboyev Timurjon, Shodmonqulov Hasanjon, Vafoqulov Ramazon, Shodmonqulov Shahruzbek, Zokirjonov Mashhurbek, Qilichboyev Jahongir, Shodmonqulov Avazbek, Parmonov Alijon, Hasanov Dilshodbek, Narziqulov Parvizjonlar. Ashulla Vatan ijro etadi an'anaviy xonandalik sinf o'quvchilari, o'qituvchisi Anvar Saidov. Marhamat. Ashulla Omon bo'ling ota-onalar ijro etadi Shodmonqulov Avazbek. Qahramonlikka davo qilmagan, sizni o'ylab o'zni unutgan. Fido bo'lsin sizga xonim olim, omon bo'ling.
sizga xonim olim, omon bo'ling ota, onajonim, hayot yo'llarimda soyabonim, omon bo'ling ota, onajonim. Raqs Yayra O'zbekiston ijro etadi xoreografiya sinf o'quvchilari. O'qituvchisi Ushbaqtova Mavjuda. Ashulla Jonajon Yurtim ijro etadi Yo'ldoshev Sarvarbek.
Ashulla shunday vatanda ijro etadi Shodmonqulov Shohrozbek. Chol olishlar bilan. Bog'larni kezgan sabolar aytar, sohilda toshgan daryolar aytar, ko'llari duoda bobolar aytar, baxtga to'lib yashang bunday vatanda, o'ynab kulib yashang shunday vatanda. Raqs Muhtahzod ijro etadi xoreografiya sinf o'quvchilari. Bana urgay, mini
tapmagay hergiz deva iste yar iste. Husning gül tabuldi jahon mulkida paydo shu pariza. Soldi ami ishqing boshima kulfat savdo qilg'ilmaganingda. Bilmam nasbat odamding noz fanida ko'zlar shara qilding meni bir boshla ustingga shaydo jilva qildi jon. Qilding meni bir boshla ustingga shaydo jilva qildi jon. Leyli bil shirin shunimas yorim monib bir zarra hava. Min birla qachoq tengul ishq ichra jahonda majnun ila farhon. Min birla qachoq tengul ishq ichra jahonda majnun ila farhon. Sinemde çıktı bugün el mulkini bayram yandırgan canım. Endi ana rahmayla bolu dilber barna kılgıl ana avam. Çavker gami işkinde kaçan bulsa giriftar iş işre felakeş. Derdiga anik şehdilevi kıldım deva ikamet şamşav. Derdiga anik şehdilevi kıldım deva ikameti şamşav. Ashullar vatanimni kuylayman. Ijro etadi Vafaqulov Ramazon. Qo'lga oldim men sonimni kuylayman, yo bergan ustozimni kuylayman. Qo'lga oldim men sonimni kuylayman, yo bergan ustozimni
Ashulla Parvo etib ket. Ijro etadi Quvvatboyev Temurjon. Kelip gulzorman, parvo etib ket. Chamanning husniga shaydo etib ket. Kelip gulzorman, parvo etib ket. Chamanning husniga shaydo etib ket. Ochiqlab bunchalar, bag'ringni dog'lar, ko'ngilga yangi bo'y paydo etib ket. Ko'ngilga yangi bo'y paydo etib ket. Kelishga bir va'da aylab, noz etma kelmay. Kelishga bir va'da aylab, noz etma kelmay. Kelib turmayli, istig'no etib ket. Kelib turmayli, istig'no etib ket. Ko'ngilning torini sozayna inson, shirin suhbat qurib yallo etib ket. Shirin suhbat qurib yallo etib ket. Ularda beg'araz, sabrga mehmon. Ularda beg'araz, sabrga mehmon. Sadoqat burchini ijro etib ket. Sadoqat burchini ijro etib ket. Kelib gulzorman, parvo etib ket. Raqs Sho'x Parivash. Ijro etadi xoreografiya sinf o'quvchilari. Sho'x
Ashullar Onajon ijro etadi Qilichboyev Jahongir. Onajon, onajon, jonu jahon jonajon, shunday baxtli bo'laylik, ko'z tegmasin hech qachon. Onajon, onajon, jonu jahon jonajon, shunday baxtli bo'laylik, ko'z tegmasin hech qachon. Farzand uchun oqlin, mehringizni saqlang, bag'ringiz sajdagahim, umrbod ardog'lang. Farzand uchun oqlin, mehringizni saqlang, bag'ringiz sajdagahim, umrbod ardog'lang. Ey onajonim, onajon, jonu jahon jonajon, shunday baxtli bo'laylik, ko'z tegmasin hech qachon. Onajon, onajon, mehri jahon jonajon, mehrim sizdan uzilmas, xalq Bobur tanlajon. Yoshlik qilsam bilmay, toshlik qilsam bilmay, afv etasiz shunda ham yuzimdan yuz burmayin. Yoshlik qilsam bilmay, toshlik qilsam bilmay, afv etasiz shunda ham yuzimdan yuz burmayin. Onajon, onajon, mehri jahon jonajon, mehrim sizdan uzilmas, xalq Bobur tanlajon. Onajon, onajon, mehri jahon jonajon, mehrim sizdan uzilmas, xalq Bobur tanlajon. Onajon, onajon, jonu jahon jonajon, shunday baxtli bo'laylik, ko'z tegmasin hech qachon. Onajon, onajon, mehri jahon jonajon, mehrim sizdan uzilmas, xalq Bobur tanlajon. Siz uchun Ashullar Mustaqzod ijro etadi Shodmonqulov Hasanjon. Yuzming yil tog'im jahon mulkida
Alkışlab turamiz, alkışlab. Hasan aka. Ashula Yangi O'zbekiston ijro etadi Narziqulov Parvezjon. Dostonlar ko'p, madhi to'yu, dostonlar ko'p, chamanzoru, gulistonlar ko'p, sevgan bog'im yangi O'zbekiston. Olam ichra dostonlar ko'p, madhi to'yu, dostonlar ko'p, chamanzoru, gulistonlar ko'p, sevgan bog'im yangi O'zbekiston. Inson aziz, bola baxtiyor, osmoni tinch, obod gul diyor, dilda iymon, xalqi vafodor, ko'ngli oppoq yangi O'zbekiston. Tinch elim, tinch osmonim, to'kindir dasturxonim, gullangan Qurg'ostonim, yangi O'zbekistonim. Tinch elim, tinch osmonim, to'kindir dasturxonim, gullangan Qurg'ostonim, yangi O'zbekistonim. Dunyo bilgan ajdodlari bor, oqil dono avlodlari bor, parvozga shay qanotlari bor, shon tog'im yangi O'zbekiston. Dunyo bilgan ajdodlari bor, oqil dono avlodlari bor, parvozga shay qanotlari bor, shon tog'im yangi O'zbekiston. Kundan kunga yashnagan chaman, adolatda tashlagan qadam, oqibat aziz, azizdir odam, tinchlik chog'im yangi O'zbekiston. Tinch elim, tinch osmonim, to'kindir dasturxonim, gullangan Qurg'ostonim, yangi O'zbekistonim. Tinch elim, tinch osmonim, to'kindir dasturxonim, gullangan Qurg'ostonim, yangi O'zbekistonim. Ashula Tulpor Tulpor ijro etadi Hasanov Dilshodbek. Tulpor, tulpor,
Raqs Andijoncha Lala raqsi ijro etadi xoreografiya sinf o'quvchilari. Ashulla Farishtam onam ijro etadi Farmonov Alijon. Ota-onalarimizni raqsga taklif qilamiz. Marhamat. Sevilib o'ynang, navir berilib o'ynang. Biringizda quyosh, biringizda
Ashilla Xorazm lazgisi ijro etadi Zokirjonov Mashhurbek. Raqsida onajonlarimiz. Davraga tush qanot yozib misol qush. Davraga tush qanot yozib misol qush. O'ynaganlar bo'ladi xush. Xorazmning nazgisiga quyosh bilan talashadi. Ko'rgan ko'zlar qamashadi. Sho'x o'ynagan yarashadi. Xorazmning nazgisiga Qani onajonlarimizni olqishlaymiz. Raqs Xorazmcha qaltir ijro etadi xoreografiya sinf o'quvchilari. Qani onajonlarimizni raqsga o'rnatilib qoldi. Onajonlar, marhamat. Yer yashay onajon. Başlayımız oyun gülgüne biz gelin. Devremiz
sayıp kayınca beni kaldırar kamanı karan bir joyda turamaz yürüttü eren kaldırar kamanı karan bir joyda turamaz yürüttü eren. Şol qarsaklar bilan ketdik. Şol qarsaklar bilan. Xorazm lazgirini sevgan ota-onalarimizni talabiga binoan Xorazmcha Popuriya birgalikda xoreografiyasini o'quvchilar qizlar bilan ota-onalarni bir davramizga taklif qilamiz. Ketdik.
hurmatli aziz ustozlar, hurmatli aziz o'quvchilar, ushbu konsert dasturi bo'yicha o'zini bir chiroyli fikrlarini tafsilotlantirish uchun 32-son bolalar musiqa san'at maktabini direktor o'rinbosari o'zimizning ustozimiz Abdurahim Usmonovni daramizga taklif qilamiz va chiroyli traklarga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun Anvar Saidovning sinf konsertini ko'ryapmiz. Kelinglar. Hammalar kelinglar. Bu Anvar Saidov haqida gapirsak, albatta har yili birinchi bo'lib sinf konsertini tashkil qiladi. Bu Anvarjon, mana shu o'quvchilaringiz mana sahnada ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Albatta bular mana birinchi bo'lib mana shu katta sahnaga chiqyapti. Albatta bundan katta sahnalarda ham mana shunday konsert dasturlarini namoyish qilish bizga nasib qilsin. Mana o'quvchilarimizni mana ko'rdlaringiz, mana xoreografiya sinfi ham albatta juda katta hissa qo'shishdi. Bu qizlarimiz mana hozirgi paytda butun respublikamizni zabt etib kelmoqda. Mana yaqinda bo'lib o'tgan juda katta xalqaro tanlovlarda ham mana shu o'quvchi qizlarimiz oliy Grand Prix mukofotlariga sazovor bo'ldi. Albatta bu qizlarimizga ham mana butun jamoa nomidan tashakkurnoma e'lon qilamiz. Anvarjon, hozir mana shu o'quvchilarimizni maktabimiz jamoasi nomidan faxriy yorliqlar bilan taqdirlash marosimini o'tkazamiz. Mana hozir bitta chiqqan sahnaga chiqqan o'quvchilarimizni taqdirlaymiz. Marhamat. Shodmonqulov Shohrozbek. Vaqto yorlig'i bilan. Vafoqulov Ramazon. Qilichboyev Jahongir. Yo'ldoshev Sarvarbek. Shodmonqulov Hasanboy. Shodmonqulov Avazbek. Zokirjonov Mashhurbek. Quvvatboyev Timurjon. Narziqulov Parvezjon. Hasanov Dilshodbek. Rahmonov Alijon. Albatta ushbu konsertda chiroyli o'tishiga o'z hissasini qo'shgan o'zimizni hamkasbdoshimiz, ustozimiz qolaversa Xushvaqt va Mavjuda opani ham tashakkurnoma bilan 32-son bolalar musiqa maktab nomidan tashakkurnoma. Albatta an'anaviy xonandalik mana shu shogirdlarimizni, o'quvchilarimizni mana shu darajaga yetkazib, mana shu chiroyli konsert uyushtirib bergan ustozimiz, hamkasbdoshimiz Anvar Saidovni ham tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Chiroyli olqishlab qo'yamiz. Hamma qizlar beringizlar, hamma qizlarga yetkazsin, beringlar. Vaqt kutmanglar, o'g'il uyat bo'ladi, gul ko'tarmasa o'g'il bo'ladi. Mahalla aktivlaridan
Vafaqul aka Saidovni bir davramizga taklif qilamiz. Barcha ota-onalardan mana shu farzandlariga, ustozlarga, qolaversa 32-son bolalar musiqa san'at maktabida ish faoliyatini bir ko'rsatadigan barcha ustozlarga bir cho'la tilaklarini ana shu otaxonimizdan eshitishimizga umid etamiz. Marhamat. Hech kim ketib qolmaydi. Hali ota-onalar bilan cho'la fotosessiyalarimiz bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz ustozlar, ota-onalar. Mana bugun bir chiroyli konsert bo'ldi-da. Mana shu konsertda men o'zimni ko'rdim. Sababki meni ham nevaram mana shu Vafaqul Ramazon mana shu sahnada turib mana shu chiroyli qo'shiq aytib berdi. Ana sinfdoshimiz Yo'ldoshboyni ham ko'rdim. Uni ham nabirasi mana shu yerda. Mana shu ham bunday olib qaraganda hamma ota-onaning o'zlarini ko'rdi-da. Mana shu yerda yoshliklarini ko'rdi. Men aytmoqchi bo'lganim shu mana shu san'atni sevish kerak-da, san'atni sevmagan inson san'atsiz vahshiylik, san'atsiz bu vahshiylik degan-ku. Xuddi shunday mana shu juda bir yaxshi dam oldik. Mana shu ota-onalarimiz ham hammalari olqishlab turdi o'zlarining nabiralarini, o'zlarining farzandlarini. Mana shu akam o'zining mevasini ko'rib turibdi. Daraxt ekamiz, daraxtga qaramay qo'ysak, o'sha olmalarni qurt tushadi va masalan yaxshi hosil bermaydi. O'sha daraxtga bog'bon yaxshi qarar ekan, o'sha chiroyli meva beradi, chiroyli olma beradi, chiroyli shaftoli beradi. Mana shu mevalar meni ko'z oldimda mana shu yerda turibdi, mana shu. Hammamiz mana shu meva bizning mevalarimiz, mana shu ustozlarning mevalari. Biz mana shu ustozlarning hammasini qadriga, hurmatiga sazovor bo'lishimiz kerak. Hammalaringizga sog'lik, tinchlik, ota-onalar. Endi to'g'risi sahnada turib gapirish hammaga emas. To'g'risi hayajonlanish bo'ladi insonlar. Men hozir hayajondaman, to'g'risi aytadigan bo'lsam, o'zimni akamni maqtashga ham bir ojizday bo'lib turibman, lekin baribir maqtayman. Sababki men faxrlanaman akamdan. Hozir 65 ga kiradigan bo'lsalar, hali to'xtaganlari yo'q. Hozirga davr 65 yoshlariga davr endi Uyg'un Bo'tayev bitta gapni aytib o'tganda, Arabxonani Uyg'un Bo'tayev deb aytganlar. Men bu to'g'rimi? Rahmat. Haqiqatan ham mana pastorxonimizda Uyg'un Bo'tayev bo'layotgan bo'lsa, Arabxonani Uyg'un Bo'tayev mana Saidov Anvar aka bo'ladi. Mana shu farzandlarimizdan biz ham faxrlanishimiz kerak. Hammalaringizga sog'lik, tinchlik. Lekin men xursandman mana shu farzandlarimizni nima desam ekan? Orqalarida mana shuncha inson kelgani uchun. Katta rahmat, uzr. Sog' bo'lingizlar. Ustozlar hammalaringizga sog' bo'ling. Sovg'am bor. Bu sovg'aning oti vaqt. Soat lekin bunday bo'lganda mexanik soat to'xtatishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Vaqt hech qachon to'xtamaydi. Shuning uchun men shu vaqtni mana shu akamga sovg'a qilmoqchiman. Xuddi vaqtdek mana shu dunyomizning vaqtida bu. To'g'rimi? Bizni belgilab bergan yer yuzning vaqti hech qachon to'xtamaslar. Ustozlar hammalaringiz to'xtamangizlar. Sog' bo'linglar. Katta rahmat, Vafaqul bo, sog' bo'ling, salomat bo'ling, dunyo turguncha turishingiz tilakdoshimiz. Azizlar, shuning bilan bizni hisobot konserti o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi konsertlarda ko'rishishgacha didor g'animatda bo'lishini tilakdoshimiz. Yana bir bora rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Ota-onalarimizni cho'yli fotosessiyalarimizga, cho'yli rasmlarga tushishga bir taklif qilamiz. Esdalik uchun marhamat.